Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun video obzorimizda Sinco brendidan Xvision HD modelidagi video senderlar, ya'ni videoni Wi-Fi orqali uzatish qurilmasi bo'ladi. Ushbu qurilmani men 2025-yil oktyabr oyida xarid qildim, sotib oldim va o'sha oktyabr oyidan beri to'y marosimlariga chiqarib, mana shu Sony ZV-E10 marka apparatim bilan birgalikda ishlatib kelyapman va sizlarga bu video orqali o'zimda mana shu apparat haqida fikrlarimni aytmoqchiman. Birinchidan, ushbu apparatning menga yoqqan tarafi bu uni narxi bo'ldi. Narxi unchalik qimmat emas. $225 sotilyapti. Batareyka shop do'konida, Akmal akaning do'konida. Men o'sha Akmal akadan Batareyka shop do'konidan sotib oldim. Sizlarga ham agar tavsiya qilaman, marhamat, agar shunaqa qurilmalar olmoqchi bo'lsangiz, marhamat mana shu telefon nomerlariga murojaat qilishingiz mumkin. Bizda ko'pincha HoloLens Wi-Fi передатчиklarini ishlatishadi, hammaga ma'lum. Masalan, Mars 300, Mars 400 degan modellari bor. Lekin u modellar to'g'risi men o'zimda shaxsiy fikrim o'zini puliga juda ham qimmat. Misol uchun $400-450 turadi o'sha HoloLens apparatlari. Bu esa o'sha HoloLensni yarim narxiga olsangiz bo'ladi. Sifati yomon emas, sifati yaxshi ishlaydi. Men o'sha juda ko'p to'ylarga chiqardim. Men sizlarga videolarda misol qilib ko'rsataman. Zadeshkasi ham unday katta emas, zadeshkasi yo'q. Videoni masalan o'sha chiqarib berishi yaxshida, kачествоsi. Parod qilib qo'ygani yo'q, hech qanaqangi masalan shu paytgacha bir muammo bo'lgani yo'q, o'chib qolmaydi. Xullas, yaxshi, chotki zo'r apparatda, menga yoqdi-da. Shuning uchun sizlarga bemalol mana shuni tavsiya qilishim mumkin. Hurmatli obunachilar, meni kuzatib boruvchilar, sizlardan bittagina iltimosim bo'ladi. Meni qo'llab-quvvatlashni istasangiz, Telegram kanalim bor. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bu yerda qiziqarli foto, video texnikaga doir bo'lgan ma'lumotlar muntazam chiqarib boraman. Shuningdek, Telegram kanalimda har zamon mana shunday ko'rinishdagi reklama chiqadi. Mana shu reklamalarga mana bu yerda silkasi bor. Mana shu silkasiga shunchaki bitta bosib, mana bu open qilib qo'ysalaringiz menga juda ham foydali bo'lgan bo'ladi. Sababi mana shu reklama orqasidan arzimagan ozgina mablag' kelib tushadi. Shu yo'l bilan meni qo'llab-quvvatlab turishingizni iltimos qilib qolgan bo'lardim. E'tiboringiz uchun rahmat. Endi keling mana shu apparatni tashqi ko'rinishi haqida birdan gaplashaylik. Mana shu korobkasini ochgan paytingiz, mana shu qurilma kelib chiqadi. Komplektatsiyasi juda ham oddiy. Ikkita mana shu receiver bilan transmitter bo'ladi hamda USB zaryadchiklari bo'ladi, Type-C. Bo'ldi, komplektatsiyasida boshqa narsa bo'lmaydi. Keling mana bu receiverni olib ko'rsatay. Birdaniga mana shu tashqi ko'rinishiga qarasangiz, mana shu yerda kichkina monitorchalari bor. Monitorchalari yonadi. O'sha yerda o'sha qanaqadir bir ma'lumot ko'rsatib turadi, video signal bor yo'qligi hamda necha FPS da ketayotganligi videoni hamda necha megabit tezlikda video ketayotganligini ko'rsatib beradi. Lekin bu yerda bitta narsani tushunmadim. Ya'ni siz 25 FPS da video olayotgan bo'lsangiz, bu monitorchada 50 FPS ko'rsatadi. Agar videoni 30 FPS da olsangiz, ekranchada 60 FPS ko'rsatadi. Xullas, bu joyini men tushunmadim. Yana bitta narsa, videoni sifati megabitga bog'liq. Ya'ni mana shu monitorchada pastida video necha megabitda ketayotganligini ko'rsatadi. O'sha megabit ko'rsatkichi qancha baland bo'lsa, videoni sifati ham shuncha baland bo'ladi. Xo'p, keling qurilmamiz qarang. Mana bu antennalari menga juda ham yoqdi. Birinchi navbatda antennalari ixchamgina, kichkinagina o'zi bilan birga yuradi. Masalan, boshqa HoloLens antennalari alohida yotadi. Siz ularni olib nima deydi, bog'lashingiz kerak-da, bunday qotirib qo'yishingiz kerak. Yana yechasiz, yana qotirasiz. Xullas shunaqada, lekin bunda esa mana oddiygina. Mana shuni qayirib qo'yasiz, mana korobkasiga solib qo'yasiz. Mana shuni ixchamgina joylashadi. Korobkasi ham kichkinagina, ixchamgina, mana bir qarishdan ham kichkinaroq. Xullas, buni ixchamligi menga juda ham yoqdi. Ixcham, vazni ham unday og'ir emas, yengilgina, bor yo'g'i 120 gram og'irligi. Ilohim, ota-onangizni davrida davroningizni suring. Sizlardan baxtli odam bo'lmasin go'yoki yer osmonda, faqat sizlarga barcha insonlar havas qilib tursin.
Marhamat, davramizga kelin-kuylarimiz bilan birgalikda Farhod aka, Marziya opamni, Orif aka, Mavlud opamni farzandlariga hamrohlik qilish uchun ehtirom ila taklif qilaman. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin deyman azizlar. Har bandani Allohim saodatga yetkazsin. Umrin etib ziyoda farog'atga yetkazsin. Farzandlar ulg'ayganda to'y hashamga yetkazsin. Yaxshi kunda qalbidan g'uborlarini ketkazsin. Bugun men aniq ishonaman, Eldorjon Xurshidxon sababli boshlangan tantanada barchangizni qalbingizni baxt to'ldira oldi azizlar. Ilohim bugungi bahslarni barchangizga mezbon bo'lishligini Allohdan tilayman. Davramizda Eldorjon Xurshidxon, Farhod aka marhamat, Marziya opam bilan birgalikda, Orif akamda, Mavlud opam bilan birgalikda bolajonlaringizni yonlariga kelishlaringizni iltimos qilib qolaman. Keling, endi tashqi ko'rinishi haqida yana davom etamiz. Xo'sh, bu yerda Type-C portini ko'rishingiz mumkin. Bu yerga siz telefonni zaryadchigini olib qo'ysangiz ham bo'ladi, power bank qo'yib ishlatsangiz ham bo'ladi. Power bank orqali ham ishlaydi. Mana shu Type-C porti orqali. Bu yerda keyin pair degan tugmasi bor hamda o'chirib yoqish on, off. On qilsangiz yonadi, off qilsangiz o'chadi. Mana shu bitta tumbler bor. Tamom, bo'ldi. Orqa tarafida o'sha batareyka qo'yiladigan, hammamiz biladigan mana bunaqa NPF batareykalari bor, bilsangiz kerak. Mana shu NPF batareykasini mana shu yerga joylashtirishingiz mumkin. Xo'sh, bu tarafida ikkita HDMI out bor. Bittasini monitorga, yana ikkinchisini ikkinchi monitorga ham chiqarib qo'yishingiz mumkin bir vaqtda o'zida. Ikkita VHD bor HDMI. Bu o'sha receiverda, qabul qilgichida. Keyin shu yerga bitta joyga e'tibor qarating. Mana shu ikkalasining rangi ikki xil qilinganda ajralib turishi uchun. Mana bu TX transmitter hisoblanadi. Ya'ni mana bu yerga qarasangiz ham mana bu signalchalar, mana Wi-Fi signalchalari bunday tarqatyapti-da, o'zidan tarqatayotganligini ko'rsatib turibdi-da. Shundan anglasangiz ham bo'ladi. Bu videoni tarqatuvchi hisoblanadi, transmitter hisoblanadi. Bunisida esa o'sha video, o'sha Wi-Fi signali naborot bunga kelyapti. Ya'ni qabul qiluvchi degan ma'noni anglatadi-da. TX, RX. Xo'sh, keyin bu yerda mana bu ikki chekkasida maxsus teshikchalari bor. Bu yerdan o'sha havo kirib, havo aylanib turadi, lekin ichida buni ventilyator yo'q. Ventilyator bo'lmaydi. O'zi shunday tabiiy o'sha havoni kirib chiqishi orqali o'zini sovutib turadi. Qizishiga keladigan bo'lsak, unday qizimaydi. Umuman men qizishini sezganim yo'q, to'g'risi. Mana ishlatishim davomida qizishi bilan umuman muammo bo'lgani yo'q. Pastki tarafida o'sha hammamiz biladigan rezba bor. 1.4 dyumdagi rezba. Korpusi esa tashqi ko'rinishidan alyuminga o'xshaydi, lekin bu alyumin emas. Plastmassa, mustahkamlangan plastikdan qilingan. Lekin korpusi juda ham mustahkam. Masalan, bunday qilsangiz g'ichirlamaydi. Masalan, bir xil plastiklar g'ichirlab qoladi-ku, lekin bu unday emas. Juda ham qattiq, juda ham mustahkam turadi. Xullas, korpusi ham yaxshi. Transmitteri ham xuddi shunday. Bu yerda o'sha 5 volt kiruvchi Type-C porti bor, pair tugmasi hamda o'chirib yoqish tumbleri. Bunga ham o'sha NPF batareykasi ketadi. Bu tarafida HDMI, bitta kiruvchi HDMI, bitta HDMI VHD, chiquvchi HDMI bor. Tagida o'sha 1.4 dyumli rezba. Xullas shu bori. Endi batareyka yeyishi haqida aytmoqchiman. Men batareykani ham uncha ko'p yemaydi-da, zaryadni unday ko'p yemaykan. Bor yo'g'i 2 watt bu iste'mol qilinadi, 2 watt energiya ishlatadi-da. Masalan, mana shu NPF batareykani mana hozir ko'rishingiz mumkin, zaryadi to'la. Men mana shu batareykani qo'ygan paytimda, mana shu zaryadkasi to'la qilib qo'yaman. O'sha to'y marosimida 3 soat masalan bo'ladigan bo'lsa, 3 soat ishlagan payti, o'sha to'y oxiri tugagan payti ko'raman. Qaragan payti mana shu zaryadni bor yo'g'i bittasi ketgan bo'ladi-da. Ya'ni 25%, mana shu 3 soat ichida 25% ni yeydi mana shu batareykani. Demoqchiman, mana shu bitta batareyka bilan ikkita to'yda bemalol o'tkazsa bo'ladi-da. Bittasi masalan 6 soat, 6-7 soat atrofida ishlab beradi mana shu bitta batareyka bilan. Xullas, zaryadni uncha ko'p yemaydi, ekonomishni ekan.
shu tarafi ham menga yoqdi. Endi texnik xususiyatlarini aytib o'taman. Xo'p, ushbu qurilma faqatgina Full HD formatda ishlaydi. 4K formatni qo'llab-quvvatlamaydi. Faqatgina Full HD 50-60 FPS gacha video signalni uzatib berish imkoniyatiga ega. Ishlash masofasi 200 metrni tashkil qiladi. Endi kitobda shunday yozilgan, 200 metrgacha deyilgan, lekin men to'g'risi 200 metrgacha buni sinab ko'rmadim. Men o'sha to'yxonalarda ishlatganimda eng uzoq ketgan masofam bu 50-60 metr. O'z to'yxonalar shu 50-60 metr atrofida bo'ladi, u boshidan bu boshigacha. Va mana shu paytda ham umuman video signalni uzatish borasida, videoni sifati borasida umuman muammo bo'lgani yo'q. Videoni sifatli, cho'tka, zo'r qilib yetkazib berib turdi monitorga. Lekin bitta tarafi bor, agar oldingizda to'siqlar bo'lsa, ya'ni devor bo'ladigan bo'lsa, devor orqali signalni unchalik yaxshi yetkazib bera olmaydi. Ya'ni orada masalan devor bo'lsa-daginim, siz ushbu devorning orqasida turib, bu Wi-Fi priyomnikiga yaqinroq tursangiz, signalni bo'lmaydi, sal yaxshi ushlab turadi. Lekin siz devorning orqasidan sal uzoqroq masofaga ketishni boshlasangiz, o'zi signal ushlamaydi. Signal o'chib qoladi, videoni ushlab bera olmaydi. Endi o'rtoqlar, hech kim menimcha masalan to'y marosimiga chiqarganda devor orqasidan turib buni ishlatmasa kerak. Baribir hamma o'sha ochiq joyda, to'yxonalar katta ochiq bo'ladi, o'sha yerda ishlatadi. Masalan, menga u narsa muammo emas-da. Masalan, devor orqasida ishlamay qolishi men uchun muammo emas. Bir xil vaziyatlar bo'ldi. Masalan, aytishingiz mumkin, kelin-kuyov to'yxonaga kirayotganda o'sha tashqaridan kirgizib kelish kerak bo'ladi, to'g'rimi? O'sha ko'pchilik shu narsaga qiziqadi. Kelin-kuyov tashqarida mashinadan tushib kelganlarini syomka qilib, monitorga uzatib turib, shunaqa narsalar qilib bermoqchi bo'ladi. Bu vaziyatda ham o'rtoqlar o'sha gapda, agar video senderga, ya'ni mana bu priyomnikiga yaqinroq tursangiz, yaqinroq bo'lsa-da o'sha kirish joyi video signalni muammosiz uzatib beradi. Sifati sal pasayadi, buni bijir-bijirlar ko'payadi, video sifati sal pasayadi. Lekin o'sha tashqarida bo'lsa ham signalni yetkazib berib turadi. Lekin o'sha priyomnikka masofasi uzoqroq bo'lsa, masalan to'yxonada kelin-kuyov kirgizishda kelin-kuyov sal uzoqroqda, priyomnikdan uzoqroqda bo'layotgan bo'lsa va tashqarida bo'ladigan bo'lsa, u signal o'chib qolishi mumkin. Lekin men endi unaqa vaziyatlarga tushganim yo'q. Unaqa masalan men ishlagan to'yxonalarda o'sha kelin-kuyovda kirish joyi, eshigi o'sha priyomnikka yaqin bo'lgan va o'shanda video signalni muammosiz ishlab berdi. Video oralig'idagi zadержкасы esa 40 millisekund tashkil etadi. Bu juda ham kam, deyarli bilinmaydi. 40 millisekund u juda ham yaxshi ko'rsatkich. Mana shu sizga ko'rsatayotgan mana shu videolarimda mana ko'rishingiz mumkin. Monitorga qanday ketyapti va ekranda qanday ko'rinyapti. Bu yerdagi zadержканы o'zingiz mana shu video orqali, mana shu misol ko'rsatganman, o'sha misoldan ko'rib, anglab olishingiz mumkin. Xullas o'rtoqlar, men mana shu qurilmalarni sizlarga bemalol tavsiya qila olaman. Mana shu men ishlatishim mobaynida umuman hech qanday muammo bo'lgani yo'q. Men juda ham ko'p to'ylarga chiqardim. Mana shu sezon payti ishlatdim. Mana shu Sony ZV-10 Mark II apparatim bilan hech qanday muammo bo'lgani yo'q. Videoning sifati ham yaxshi. Xullas, puliga arziydigan qurilma. Tavsiya qilaman. Video yoqqan bo'lsa o'rtoqlar, like bosib, kommentariyalar qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.